O'g'lim qayerga ketyapsan kelin bilan? Keliningiz o'zi olib ketyapman. O'zi nima u? Bir apparat bor, ana qornidagi qizmi o'g'ilmi shuni bilamiz. Ha shuni o'g'ilmi qizmi bilib nima qilasizlar? Keyin shunga qarab plan qilamiz dada. To'va, har xil narsa chiqdi. Ay, qarag'an bacha. Hey, bu kelin o'g'il tug'amikan, qiz tug'amikan? Bilmasam endi biz shu o'g'il kutyapmiz. O'g'il bo'lsa ber bilikda baribir. Hey! O'g'ilmi qizmi Xudoni bergan. Yuring mollaga qarashingni ko'r. Dadajon ishlashga qo'yasizmi yo'qmi? Yuring. Bu yaboraning o'tamon. Shuni bir apparatga ketdi. Ana botam so'ra ekan, yomon. O'g'lim kikir etib kelin bilan nima qilib o'tiribsan? Dada bo'lajak nevarangizga ChatGPT'dan ism qidiryapmiz. ChatGPT nima u? Qiz tug'ilsa Albina qo'yamiz. O'g'il bo'lsa Andrey. To'va qildim. Har xil balo chiqdi. To'r ishlari yet. Tug'ilmagan bachaga bilan Andrey Mana qara bacham. Nasibingni kelin agar o'g'il tug'sa otani nima qo'yamiz? Chiroyli ot qo'yish kerak-da. Zo'r ot qo'yish kerak. Of! Oxir shu bacha o'lib tug'ilsin qani. O'g'il tug'ilsa men niyat qilganman. Xudo rahmat, bobomning ismini qo'yaman. Bovang oti nimasi? Eshon. Ana zo'r eshon zo'r ism. Eshon qo'yamiz. Nima bu? Bacham yana kelin bilan ikki kun nima ish etib o'tiribsan telefonga qarab? Bo'lajak nevarangizga hadini ko'rdik. Qadanak nima bu? Dada nima deysiz, keliningizga olib bo'lajak nevarangizni addini detski xona qilamiz o'zi. Ichida hamma narsasi bo'ladi, divanchalar bo'ladi, o'yinchoqlar, addini o'zini narsalari bo'ladi. Siz tushunmaysizda uni? Ha, alohida o'zi uchun detski xona. Tuva qildim. Bizda 7 ta yetmak bitta uyda katta bo'ylandik. Hech shunday qadanak ko'rmaymiz. Ey, har xil narsa chiqib ketdi. Menga qarang kelin, shu almonchi ko'tarib yurgancha o'zimiz yangi olsak bo'lmaydimi? Bilasizmi bunda kimlar yotgan? Men dadam yotgan. Dadamning dadasi ham yotgan. Hamma yotgan bir men qolimman-da, ha? Dadamni qayerdan olib kelyapsizlar? Mana kelinni tog'asinkidan olib kelamiz. Nasib bo'lsa bo'lajak navara yotadi almonchida. Ha, boshqa yangi olsak bo'ladiki, nima aytasiz? Ey, buni dadasi yotgan ketdik. Sani